soqqa bo'lmadi shekilli. U yoqda pulli anaqa yo'q-ku. Bilmadim. O'zini to'dasiga qo'shilmasdan boshqa tomonga qarab ketdi. Unga hech narsa deya olmayman to'g'risi. Bilmadim. Fikringiz yo'q. Ko'p uzatmayman. Pingvin anaqasi obrazda ko'rmadingizmi? Yo'q. Bilmadim. Haqiqatga tik boqish bo'lsa kerak shekilli. Menimcha, mening fikrimcha. Nima deb o'ylaysiz, pingvin nega o'zini to'dasidan tashqariga chiqib ketdi? Boshqalarga yo'l tutmadi. Shunchaki psixologik shu ta'sir uchun. Menimcha u ma'no qidirish noto'g'ri. Demak bu просто так fizik. Shunaqa, ha. Qiziq bo'lmagani uchun-da odamlarga, qiziq bo'lmagani uchun. Qiziq bo'lmagan. Da. O'z ko'rdingizmi uni? Eshitganman, ko'rganman. Ha, ko'rganingiz yo'q. Menimcha o'zini boyagi nima desam bo'lar ekan, o'zini hissiyotlariga berib ketgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hamma o'zining dunyoqarashi bor. Demak boshqalardan alohida bo'lishi kerak. Ha, boshqalardan alohida bo'lishi kerak.